Qattan ham shu usulni oldinroq bilmaganman. Shunga bo'lmasam chopperim shunaqa yomon bo'lib ketmasin. Endi sizlarga o'rgatmoqchiman. Agar chopperinglar yangi bo'lsa, har doim qiyma qotganingizda shunaqa salofan qilib, keyin qilsanglar o'shanda qopqonlariga, shunaqa motorlariga umuman musor kirmaydi va top-toza turadi. Ikkinchi usul bo'lsa, agar tishini o'tkir qilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa folgani olib, bitta yaxshilab aylantirib yuborsanglar, qarabsizlarki, tishi yaltilab qoladi va o'tkir bo'ladi. Albatta, bu usuldan foydalanib ko'ring. Yangi chopper olish uchun bo'lsa, Yandex Go'ga kirib, market bo'limiga o'tamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan narsani poiskiga yozamiz. Bu yerdan chopper deb yozsanglar, har xil chopper chiqadi. Lekin sizlarga motor yaxshi xizmat qiladiganini xohlasanglar, sal qimmatrog'ini olishinglarni maslahat beraman. Lekin arzonlari ham bor. Men 179 mingligini tanladim va Salom 88 promo kodini tersanglar, unda sizlarga 134 mingga aylanadi. Salom 88 promo kodini Yandex Market bo'limida xohlagan narsalarga ishlatsanglar bo'ladi.